Hormasinlar. Azizlar, mana kecha перегородкалар, betonlarni razmerga olib, bo'lma qilib bo'lib chiqamiz. Xudo xolasa. Ko'rib turganlaringdek, bu tomonda bu yerda dush bo'ladi. Spalni, ikkinchi spalni bu yerda. Bu yerda 1.70 ga 2 dush bo'ladi. Bu yerda kirish hol. Bu yerda kuxinni bo'ladi. Mana bu do'stimiz hozir Kenjabek do'stimiz bu yoqda to'g'rilab boryapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom do'stim, qanday? Charchash yo'qmi? Bu yoqda gastiniy bo'ladi, xudo xolasa. Hozir mashinalarni rostlab, xudo xolasa. Bugun mana ko'rib turganlaringizdek gazoboklarimiz keldi hozir. Gazoboklar tushirib oldik mana. Ko'rib turganlaringizdek, bu yerga takladik, bu yerga takladik. Klevlari bilan keldi. Nasib bo'lsa ertadan hozir svet o'chib qoldi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra svet yo'q dedi. Xudo xolasa ertadan saharda azonda turib boshlaymiz degan narsa umiddamiz, xudo xolasa. Manzaraga e'tibor berib qo'yasizlar. Просто super. Bu Qirg'izistonlik do'stimiz bu. Bizga yordamlashyapti hozir. Tekislash shunaqa joylarda. Ertaga steyashkaga rostlaymiz deydi. Krishasini qilamiz. Hamma yo'q to'g'rilab, xudo xolasa nasib bo'lsa. Shunday qilib egasiga topshiramiz, video egasiga. Do'stim uchun bitta like bosib qo'yamiz azizlar. Bitta podpisatsiya bo'lib like bosib qo'yamiz.